Shuna xolasa karkazlar tayyorlab bo'ldik. Kalonlar syorka qilib. Uni bukib sim bilan baylab, tayyorlab urug'ini otib qo'ysak bo'ldi. Ertaga ertalab qo'yamiz, xudo xolasa. 70 ga 50. 8 qator armatura. 2 qator, 4 ta tepaga, 4 ta pastga. 6 ta kolonnaga. Bolalar syorka qilib chiqyapti kolonnani o'zini. Urug'ini otib qo'yib, ipini tortib qo'ysak bo'ldi. Padishga xudo xolasa. Tayyor. Ustiga keyin 50 chiqib qo'yamiz. Keyin bitta zaspga qilib stashkasini qo'yib, yonida kolonnalar qilib, xudo xolasa monolit keyin. 2 tash bino, 2 tash tayyor shunaqa bo'lyapti. o'n oltilik armaturadan kolonnalar 20lik, regl 22lik. Lik reglga, 20lik kolonnaga, 16lik monolitga, padushkaga, betonga ketadi. 25 ga 12. Xudo xolasa chiqishimiz.